Assalomu alaykum hurmatli YouTube ahli. Sizlar bilan bugun, ya'ni 2026-yil 4-aprel sanasida Damas'lari qisqacha narx-navolari bilan tanishib o'tamiz. O'tgan yil 25-yil oktyabr oyi bilan solishtirganda Samarqand Damas mashinalar narxi $1,500 arzonlashdi. $1,500, $1,000 narxlar tashladi pastga. Sababini, isbotini hozir obzor davomida ko'rsatib o'tamiz. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Mana misol uchun 2024-yil atigi 20 ming yurgan mashina, bir qo'l minilgan, Metan gaz deydi. metan gaz, chexol polik, polni navorot qilingan tayyor mashina 6200. 6200 yana savdosi bor. Bu mashinalar oktyabr oyida 7000 dan ziyod sotilgan. 7300, 7,5 mingga sotiladi. 7,5 minggacha sotilgan. 6200 yana savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. 2025-yilda emas biz. 10,000 kilometr yurgan, 10,000 yangi diska balon korobkadan ochib qo'yilgan. Hali 100 kilometr ham yurmagan. Bir qo'l mashina. Bular 8,5 ming sotilgan. Hozirgi narxini aytaymi? 7,000. Yana biroma o'taydigan, savdo qiladigan joyi ham bor. Bunaqa narxlar yo'q. Samarqandda shuni ichini ham ko'rgazib o'tsizlar. Bemalol. İçlarini bitta tasvirga oling. Odam minmagan hali. Uzun zavodskoy, radnoy chexol, radnoy poliklarda sostensiya qaranglar. Chexollariga qaranglar, qarab turibdi. Mana qaranglar, yangi mashina. Pishka, torpedalar, shagrinlari yangi turibdi hali. Mana bu mashinamiz 2024-yil. Bosib o'tgan masofasi 54 ming. Kraskalari radnoy toza, disk balonda, polni salon navorot qilingan. Kelimcha tomosha qilsizlar, chexolchalar qo'yilgan, polik qilingan, tipa bar, kolonkalar ustanovka qilingan, Malibu barlar qo'yilgan. Bu narxini necha pul qilamiz obunachilarimizga? Narxini necha pul qilib beramiz? Buni narxini bozordan ham arzon qo'yaylik. 6700 qo'yilgan. 6700 emas, 6,5. Yana savdosi bor. Yana kelishtirib beramiz. Kelishtirib beradigan joyi bor. Bu bunaqa narxlar to'g'risi Samarqand bo'ylab bunaqa narxlar bo'lmagan. Tayyor. 1000 so'm xarajati yo'q mashina. Qarang, bir xil aytadi-da, 6,5 mingga sal boshqacha beradi. Lekin o'sha odamlar o'sha olgan mashina keltirib olib taqqoslasincha 100%. rak mashinalar olibdilar, yilini o'yladi. Mana yangisi. Qarang, 25 bu mashina, navbatdagi mashina 25 yili. Bosib o'tgan masofasi 25 ming. Bitta navorotlarni tomosha qilinglar. Bunga ham yangi diska balon qo'yilgan. Metan gazda, chexol, polik, patolog, tipa bar. Hamma narsa qilingan tayyor mashina. Eshiklar regirovka bo'lgan. Shumka qilingan. Karburatorlargacha qilib qo'yilgan. Narxini aytaymi necha pul? Narxi 7,000. Polni navorot qilingan $1000 dan ziyod ichida navorotlari bor. Metan. Yana savdosi bor, eng qizig'i. 25 ming yurgan, bir tomchi kraskasi yo'q mashina. Bunaqa narxlar bor edimi? Yana ham kelishtirib beraylik shuni. 7000 savdosi bor. Bo'ldi, zo'r. Savdosi bu o'sha 6000 ga qarab tushdi. Bu qayerda bu bunaqa narx? Yo bormi? Yo'qdi. Keyingi mashina ham. 24 Darkman Blue. Krutoy bolachalar minib yuradigan mashina. Bu ham xuddi shunday. Disk balon, chexol polik, patolog, hamma narsa qilingan. Tayyor mashina. Necha pul bo'lsa bera olamiz buni? Shuni ham arzon qilib beraylik. Xalq maza qilsin. 6700 narx qo'yilgan ekan. Hech qanaqa 6700 emas. 6,5 ming.
Yana savdosi bor. Kelishtiramiz. Bemalol savdolashib olsalaringiz bo'ladi-da. Bunaqa to'g'risi narxlar haqiqatan hamyonbop, Arzon. xalq cho'ntagiga mos bo'lgan narxlar bo'lib qoldi. Endi shu kecha kunduzda bo'ldi. Erta yana maydan boshlab narx oshadimi yo'qmi? To'g'risi u prognozdan xabarim yo'q. Arzon qilib beraveramiz, oshsa ham 100%. yana arzon qilamiz. Arzon qilib beriladi. 22 kecha o'zimiz 21 kechirasizlar. Kecha o'zimiz dehqondan olganmiz. Hali umuman qo'l tegmagan ana shu yerda bitta pachoqchasi bilan turibdi. Bu vakuumga chiqmaydi, kraska sepiladi. Bitta kraskasi bor joy mana shu yer bo'ladi, ko'rib qo'yinglar, kraska sepib, tayyor qilib, chiroyli qilib beramiz. Narximi? Nechi pul deb o'ylaysan narxi? 5000, 21. Qancha yurgan mashina? Kelibdi tomosha qilinglar. 1 kiloga 12 ming 123 ming yurgan. Bultlar. Chixol polik, Malibu bar, full, Cherokee barlardan. Bitta kalonkasini olib qo'y istalikka. Kenwood original kalonkalar turibdi. Boshimiz gazi nimada? Metan gazda. Metan gaz bo'lsa, Benzinda ham yuradi. metan gaz bo'lsa, diska baloni bo'lsa, pulti bo'lsa, chixol, polik, bar, hamma jihoz bilan bo'lsa, mana shu joyini bo'yaladi. Bitta shu kirlochasida kraska, qolgan joy radnoy toza bo'lsa, 5000 narxi, 5000. Zo'rmi? Yana bir Albatta nima zo'r. o'tib bersakchi? Savdosi bor. Savdosi bor. Savdosi bor, kelib yana savdolashib olsa bo'ladi. 23 88 ming probeg, halol. Diskani qimmatidan qo'ygan. Qimmat disk. Qani pulti bormi? Moshincham bitta tomosha qilinglar. Chixol, tipa bar, Kenwood kolonka, video registrator, Tesla monitor, Malibu bar, xrustal richak. Parokchalargacha qilib qo'ygan. Gazi. Gazi nima buni? Buni gazi metan. Gazchasi metan, propan ekan. Propanmi o'zi? Tayyor mashin, yili 23. Propan Narxini ekan, 6,5 ming qilib qo'ygan. 6,5 ming emas. Buni ham savdosi bor. Kelib, mashin yurakka jiz qilib o'tirsa, xohlagan uslubda, xohlagan sizlar savdolashib, tortishib olsangiz bo'ladi. Bu tomonda bir 3 ta mashinamiz qoldi. 3 ta. Mana bunisi 24 ta 23. Mashin 23 texpasport. Ko'zi 24. Yilda oxirida chiqsa shunaqa bo'lib qoladi. 23 ga 24 degan maqomchalik bo'ladi. Diska balon bor. Chixol polik. Polni hamma narsasi bor. Tipa barlar. Navarot qilingan, gazlargacha ustanov qilib qo'ygan. 24 ming yurgan mashin, mana hatto paroglari sepilmagan. Paroglarigacha radnoy mashin. Shuni ish pul bo'lsa beramiz. 6 ming bo'lsa ham beramiz. Shumka ham bormi? Kraskasi toza. Shumkasi ham. Shumka qilingan, eshiklar regirovka qilingan, karburatorlarga juklorlarcha qilib qo'yilgan. Zidachisi ham sotiladi hozir. 6 ming savdosi bor. Kelib savdolashasiz, 5800 mi, 5900 mi? Olasiz. Keyingi mashinamiz. Buni sotdik, chiqib ketyapti. Bu sotilgan, ha? Ha. Chiqib ketyapti. Keyingi Mana mashinamiz bu sotiladi. 23-yil. Shumka, diska, balon, diskalar yangi. Balon ham yangi. Kecha qo'ydik diska Balon ham yangi. Chixol, polik, patolog, tipa bar. Hamma narsasi tayyor mashin. Yili 23. Kraskasi toza. Kraska toza. Gazi metan. Gazi metan 23. Nechi pulga beramiz? Shuni ham 6 ming qo'yaylik. 6 ming. Savdosi bor. Mana tortishib, talashib, xohlang 5,5 ga oling. Boshqa joyda xohlang 5 mingga oling. 5800. 6 ming savdosi bor. 5800 esa 5,5 ming. Farqi o'tib beramiz biz. 131 ming yurgan. 131 ming masofa bosib o'tgan. Lekin mashin nihoyatda ideal zo'r sostoyanda. Joyimiz Samarqand shahar. Erkin savdo. Lokatsiyamiz keng ko'rgazay Chorrahadan.
Bu tomon to'g'ri ikrom shashlik. Bu tomonimiz Sartepo. Bu tomon Erkin savdoni o'zi, bu tomon Panjob. Shuni svetofor tagida mana orientir katta reklamni shit. Любое время kelsalaringiz joyimiz aniq. Eng qiziq joyini aytmadim. Sotuv turlarimiz. Bizlarda naqd, nasiya, avtokredit, barter, barcha sotuv turlarimiz bor. Shu yerda ko'rib turgan hamma mashinalarni avtokreditga bemalol olsangiz bo'ladi. Hammadan qizig'ini ham ayting. Avtokredit labay. Yana bonuslarimiz ham bor. Nima bonus? Nima xohlasa bonus qilib beramiz. Mashinadan kamchilik topsa. Pult dedimi? Bonus bu. Bar dedimi? Chexoli rangini o'zgartirib Diska berdingizmi? balon dedimi? Salonni rangini o'zgartirib berdingizmi? Didingizga qarab, xohlagan variantingizda mashinani sizni vkusingizdek taxlab bera oladi. Agar avtokreditga olaman degan akalarimiz bo'lsa, necha pul boshlang'ich to'lovdan boshlab bera olasiz? $200 boshlab beramiz. 200 dollar pul bilan kelsalaringiz, 200 dollardan boshlab mana shu yerda turgan mashinalarni tanlab xarid qilishingiz mumkin. Endi to'g'ri, boshlang'ich to'lov mashina tan narxiga qarab 200, ba'zilari 500, ba'zilari 400, ba'zilari 800, 1000 shunaqa chiqadi. Bemalol pastda raqam bor. Bizga murojaat qilib, xohlagan mashinangizni tanlab xarid qilishingiz mumkin. Ketkazgan vaqtingiz uchun rahmat. Achchiqmaysizlar degan umiddaman. Bizdan taklif, sizdan xarid. Rahmat e'tibor uchun.